tradersiz va savdoqorsiz faqatgina stop loss bo'lyapti, ya'ni minus qilyapsiz. Bu jarayonni tabriklayman. Sizga haqiqiy trading boshlanibdi. Agar siz savdo qilayotgan bo'lsangiz, signal bilan ishlayotgan bo'lsangiz yoki tahlillar yuzga yuz o'xshayotgan bo'lsa, bu siz uchun tasodif bo'lishi mumkin. Hech qachon stopsiz yoki minussiz savdolar bo'lishi mumkin emas. Bo'lgan taqdirda ham 1 oy, 2 oy shunaqa ishlay olasiz. Bozor oqqan vaqtlarda siz ham qo'shilishib boqasiz. Agar minus qilayotgan bo'lsangiz va stop losslaringiz juda ham ko'payib ketgan bo'lsa, tavsiya qilaman, dam oling. Kattaroq minus qilib qo'ysangiz, dam oling обязательно. Eng kamida 1 hafta umuman savdolarga qaramang va o'z-o'zingizga 1 haftadan keyin ishlashni boshlang. Nima sababdan shu xatoingiz bo'ldi? Nima sababdan minus qildingiz va keyin bu narsani qaytarmaslikka harakat qiling. Agar minus qilishingiz bilan shu xatoingiz ustida ishlaydigan bo'lsangiz va yana bozorga qaraydigan bo'lsangiz, keyingi savdolaringiz ham javob beraman, minusga qarab ketadi. Men o'zim shuni orqasidan $24,000 shu o'zimni minusga tushirganman. Over trading bo'lib ketadi. Bu juda ham yomon narsa.